Asosan xakerlar qanday holatda sizni kartangizdan pul yechib olishadi? Asosan xakerlar, masalan, magazinga kirdingiz, savdo qildingiz, narsalaringizni kassaning oldiga keldingiz, terminalga kartangizni urganingizda sizni danningiz, karta ma'lumotlaringiz shu magazinning bazasiga joylashtirib qo'yiladi. Bazada hammasi yig'iladi. Mana shu odamlarning hamma ma'lumotlari o'sha bazani ichiga joylanadi. Ana shundan keyin xakerlar shu ma'lumotga ega bo'lish uchun mana shu magazindagi bazani buzib kirishadi. Uning uchun eng kuchli dastur bo'lish kerak. Ularda shu narsa bo'ladi, chunki bu magazindagi bazani buzish uchun juda qattiq ishlash kerak. Dastur yaratish uchun. Mana shu holatda kartangizdan pul yechish ko'p uchraydi.